videoda ko'rganimda buni mana shunaqa qiluvdi. Harakat qilamiz, ochib ko'rish. Yoki pastidan ochish kerakmidi? Ichi mana shunaqa chiqadi. Hozir buni yeb ko'ramiz. Yaxshi. Menga yoqdi. Hozir shakar solib yeb ko'ramiz. Shakar solsa zo'r. Buni tavsiya qilaman. Va kokosni ochgan videosi bor, lekin bu tayyor ekan. Mana shunday shotidan ochib bo'lar ekan. Buni shunaqa qilib ocharmidi, kim biladi? Lekin bu ochilmayapti bizda. Ko'pchilikka yoqmaydi. Bilishinglar uchun aytib ketmoqchiman. Barcha ko'pchilik so'raydi narxlarini. Mango makroda 16.900 so'm, 990 so'm. Mango Dragon deyiladigan 18.990. Qolganlarini yo'q ekan, lekin chekini topsam, opsiyaniyaga yozib ketaman. Hammaga rahmat. Bularning ichida yeb ko'rgan mevalar bormi yoki hammasini yeb ko'rganmisizlar? Sizlarga yoqqanmi, yo'qmi? Kommentariyalarda albatta kutaman. Yozib ketinglar.